nihoyatsiz degan gap bor. Bu pardali, xayoliy, iffatli, pari go'yo nurdan yaratilgan, kishilarni instinktlardan saqlaydigan afsonaviy suluq, go'zallik, nozaninlik, poklik, nafosat ramzi deganidir. Mazkur maqolda farzandlarning, ayniqsa qizlarning yuksak odobi, hayoliy, iffatli bo'lishi eng yaxshi va eng zarur fazilat ekanligi ta'kidlanadi. Samarqand viloyatining Urgut tumanida sodir bo'lgan fojia sabablari aynan hayosizlik ko'chasiga kirgan odamlar haqida. Yigirma 29-iyul kuni erta tongda Urgut tumani ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Bahrin qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Oqmachit mahallasida yashovchi Gavhar Usmonovani qizlari Mahliyo va Shohsanamni kimdir o'ldirib ketibdi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi voqea joyiga yetib kelishdi. Ko'cha yuzidagi qotib qolgan qon dog'lari, hovlidagi izlar fojia yarim tunda sodir bo'lganidan darak berardi. Mazkur xabarga asosan tezkor tergov guruhi darhol voqea joyiga chiqib, fuqaro Usmonova Gavhar va uning qizlari Quldosh va Shohsanam va Quldosh va Mahyorlarning jasadi ko'plab sanchilib kesilgan tan jarohatlari bilan topilganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borildi. Yil 29-iyul kuni Urgut tuman prokuraturasi qarori bilan fuqaro marhuma Quldosh va Shohsanamning murdasi sud tekshiruvdan o'tkazdim. Uning o'limi qo'l barmoqlari bilan bo'g'ishda bo'yin a'zolarining qisilishi natijasidagi mexanik asfiksiyadan kelib chiqqanligi aniqlandi. Marhuma Usmonova Gavharning murdasini sud-tibbiy tekshiruvdan o'tkazdim. Tekshiruv jarayonida marhumaning tanasida ko'plab sanchilib kesilgan jarohatlar, shilinmalar, jarohatlari aniqlandi. O'limiga sabab tashqi va ichki qon ketish bilan kechgan, bo'yin sohasida va ko'krak qafasiga teshib kiruvchi, bo'yin sohasida bo'yin uyqu arteriyasini jarohatlagan, ko'krak qafasida o'pkani jarohatlagan yaralardan kelib chiqqanligi aniqlandi. Mahliyo Quldosheva 1993-yilda tug'ilgan. Uning murdasi ham prokuratura tergovchisining qaroriga asosan tekshiruvdan o'tkazildi 29-iyul kuni. Tekshiruv jarayonida uning tanasida ham ko'p sonli 10 ta sanchilib kesilgan yaralar mavjudligi, shilinma, qon talashlar mavjudligi aniqlandi. Va uning o'limi bo'yin sohasiga sanchilib teshib kirgan, bo'yin a'zolarini jarohatlagan yaralardan kelib chiqqanligi, tanasida bundan tashqari ko'plab sanchilib kesilgan yaralar mavjudligi, qon talashlar mavjudligi aniqlandi. Bir pasda dahshatli fojia Urgut tumaniga tarqab ketdi. Bir kechada 3 nafar odamni o'ldirish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Yana ustiga ustak ayollarni o'ldirish, hatto ularga qo'l ko'tarish oriyatli erkak kishining ishi emas. Xo'sh, unda qotil kim? Kim ekan u? O'zini o'zi tig'ga urgan. Yomonning kuchi yapaloqqa yetibdimi? Yarim tunda baqir-chaqirlarni birinchi bo'lib eshitgan odamlar bormi? Oqshom uxlab yotgan vaqtimizda shu bir martagina shu vag'illagan ovozni eshitgandan keyin uyg'onib ketdim-da. Keyin shu tarazani ochdimdagi, "Ha, Mahliyo, Shohsanam, tinchmisizlaring?" degan edim. Keyin "Opajon, yordam bering" degan shu ovozni eshitdim bir marta. Keyin eshikdan chiqib, to darvozaxonadan chiqib kelgunimcha o'zi Mahliyo shu nima darvozaxonamizdagi boyagi stolga kelib shuni o'tirgan ekan. To chiqqanimcha eshikdan, darvozadan.
keyin ha mahliyojon degan edim, shunday qo'lni menga qo'yib opajon yordam bering deydi. Da kallasi shunday pastga shu stolga enkayganda men qo'rqdimki shu birovini urib ketdim ekan deb, keyin qo'shnimiznikiga qarab yordam beraylik deb chaqirdim, doktorga olib boramizmi ekan deb. Keyin to o'zi kelganimizcha, men qo'shnilar chaqirib birga kelganimizcha u darvozaxonaga o'zi asta-astagina sudralib kiribdi, darvozamizdan, eshigimizdan kirib, keyin kelsak o'zi shu yerda o'zi jon bergan ekan. Ishning o'ta murakkabligi hisobga olinib, shu kunning o'zidayoq butun qishloq odamlari so'rab surishtirildi. Tergov guruhi marhuma Gavhar Usmonovaning uyiga kelib ketuvchilar, yaqinlari va tanishlari, qo'ni-qo'shnilari bilan chuqurroq shug'ullanish barobarida marhumalarning shaxsiga oid ma'lumotlarni ham to'play boshladi. Ma'lum bo'lishicha, marhuma Gavhar Usmonovaning turmush o'rtog'i O'tkir Ahmedov uzoq yillardan beri chet elda ishlaydi. Katta qizi Mahliyo Samarqand shahriga turmushga chiqqan bo'lsa-da, bir nafar farzandi bilan shu hovlida yashab kelgan. Kichkina qizi Shohsanam esa anchayin shaddod chiqib, yigitlar bilan gaplashib yurgan. Ushbu mavhum holatda sodir etilgan o'ta og'ir jinoyatni fosh etish maqsadida viloyat prokuraturasi hamda viloyat ishlar boshqarmasi xodimlaridan iborat tezkor tergov guruhi tuzilib, tergov guruhi tomonidan bir qator tergov taxminlari ishlab chiqildi. Jumladan ushbu jinoyat bosqinchilik natijasida sodir etilgan bo'lishi mumkinligi yoki ushbu xonadonga kelib ketuvchi shaxslar bilan kelishmovchilik natijasida sodir etilgan bo'lishi mumkinligi taxminlar tuzilib, o'tkazilgan tergov harakatlari jarayonida Usmonova Gavharning kenja farzandi Qo'ldasheva Shohsanam hamqishlog'i Rizayev O'lmas bilan bir necha vaqtdan buyon o'zaro kelishmovchilikda bo'lib yurganligi aniqlanib, Rizayev O'lmasning xonadoni ko'zdan kechirilganda, o'sha hodisa sodir bo'lgandan keyin Rizayev O'lmas yashash xonadoniga kelmasdan noma'lum tomonga ketganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, shu qishloqda 1990-yilda tug'ilgan O'lmas Rizayev chet elga, to'g'rirog'i Rossiya davlatiga ishga ketadi. Tayinli bir hunari yo'q bolaga kim ham ish berardi? O'zga yilda, gadoy topmas joylarda, xat hududsiz o'rmonlarda odam bolasi qilishi mumkin bo'lmagan ishlarni qildi. O'tin yordi, go'lahlik qildi. Birovlarning eshigida malaylik qildi. Xullas 1-2 bo'lmadi. Qarz ko'tarib qishlog'iga qaytib keldi. Ammo g'ururi yo'l qo'ymay otasidan olgan 4-5 so'mini o'rtoqlariga ko'rsatib maqtandi. Takasaltan jo'ralariga choyxonalarda haq berib, ichib chekib yurdi. Xalqimizda el og'ziga elak tutib bo'lmaydi degan gap bor. Chet elda ishlab kelgan O'lmasboyni soxta dovrug'i shaddod qiz Shohsanamning ham qulog'iga borib yetdi. Boyvachcha O'lmasboyning ko'ngliga qo'l solib ko'rgandi, O'lmasboy ilindi qo'ydi. Bu qizim bilan uchrashib yurganda men uyimda ishlab oldim o bolani, O'lmasda. Keyin aytdiki, niyatim jiddiy, odam qo'yaman, men uylanaman, bizlar bir-birimizga ko'nglimiz bor dedi. Keyin bir hafta nari beri o'tar o'tmas ayasi bilan ammasi keldi. Ammasi keldi savchilikka dagin, biz 2-3 kundan keyin bozorlik qilamiz, shunga taradik, ko'ringlar dedi. Keyin bularni fotiha qildik, non sindirdik, qo'ni-qo'shnilar chaqirdik, o'zlaridan keldi vakillar. Keyin bularni nima shu belgi qilgandan keyin men bular to'yiga pul ishlaganini Rossiyaga ketgandim. Xalqimizda husn yarim davlat, yarim ofat degan gap bor. Bu kishilik jamiyatida, ayniqsa ayollarning go'zal husni jamoli tufayli ishqiboz shaydolari ko'p bo'ladi. Ularni ana shu chiroyi ko'p balolarga duchor qiladi, hatto halokatga yetaklaydi deganidir. Urgutlik Shohsanam Qo'ldoshovaning ham Xudo bergan husni jamoli bor edi. Ammo u ham ba'zi bir yengiltak ayollarga o'xshab haromdan hazar qilmay, o'z husnini ko'z-ko'z qilib, hoyu havaslarga berilib, yigitlar bilan ko'ngilxushlik qilishni odat qilib oladi. Shohsanam Qo'ldoshova o'pgan, quchgan, havoga uchgan qabilida ish ko'rib, O'lmas Rizayevga fotiha qilinganidan keyin ham qilig'ini, ya'ni begona mashinalarda yurishini bas qilmaydi. Natijada o'zini bilgan O'lmas Rizayev Shohsanamni o'lasi qilib kaltaklaydi.
O'rtada urush janjal chiqib, bu ishga Shohsanamning onasi Gavhar Usmonova aralashib, ta'magirlik qilib, kuyovi O'lmas Rizayevga 6000 AQSh dollari bersa tinch qo'yishini, bo'lmasa qamatib yuborish bilan qo'rqitib, do'q po'pisa qiladi. Rizayev O'lmas va Qo'ldosh Shohsanamlar o'rtasida Fotiha to'yi o'tgan bo'lib, Qo'ldosh Shohsanam Fotiha to'yi bo'lib o'tgan bo'lsa-da, boshqa yigitlar bilan uchrashib yurganligidan Rizayev O'lmas xabardor bo'lib, uni bir necha marotaba ogohlantirgan bo'lishiga qaramasdan, Qo'ldosh Shohsanam ushbu ishlarni davom ettirib kelgan natijasida ular o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqadi. Ushbu kelishmovchilik natijasida Qo'ldosh Shohsanam Rizayev O'lmasdan ma'lum miqdorda pul talab qilib, uni nafsiyatiga tegib kelganligi aniqlanib, Rizayev O'lmas 28-iyul kuni Qo'ldosh Shohsanam bilan ushbu munosabatlarga oydinlik kirish maqsadida kelib, ushbu kuni ular o'rtasida kelib chiqqan kelishmovchilik natijasida ushbu jinoyat sodir etganligi aniqlandi. 28-iyuldan 29-iyulga o'tar kechasi O'lmas Rizayev bo'lg'usi turmush o'rtog'i Shohsanam Qo'ldoshova bilan orani ochiq qilish maqsadida ularning uyiga boradi. Eshikni ochishi bilan Shohsanam O'lmasdan pulni olib keldingizmi deb so'raydi. Yana ikkovi janjallasha boshlaydi. Shohsanam onasini ro'kach qilib, pulni qayta so'ray boshlaydi. Hammasidan to'yib ketgan O'lmas Rizayev umid bilan bir yostiqqa bosh qo'ymoqchi bo'lgan Shohsanam Qo'ldoshovani jahl ustida bo'g'ib o'ldiradi. Shundan keyin voqeadan xabar topgan Gavhar Usmonova shallaqilik qilib, baqirib O'lmas Rizayevga pichoq bilan tashlanadi. Pichoqni chapdastlik bilan tortib olayotganda pichoq O'lmasning qo'lini kesib ketadi. O'lmas Gavhar Usmonovaning qo'lidan pichoqni tortib olib, avval o'ziga ketma-ket sanchib oladi. Keyin dod solib baqirayotgan Shohsanamning opasi Mahliyo Qo'ldoshovaning ham ko'krak qismiga bir necha pichoq urib, voqea joyidan qochib ketadi. Uyga kiraylik dedim, rosa qilamiz dedim. Rosa kelishamiz dedim. Ichkariga kirdik, o'tirdik kravatda. Kravatga o'tirganimizdan so'ng u menga aytyapti, pul olib kelmasang baribir foydasi yo'q dedi. Mendan baribir qutula olmaysan dedi. Tinch yo'l bilan hal qilaylik deb avvaliga tushuntirishga harakat qildim, tushunmadi. Keyin ikkalamiz o'rishib qoldik. Men qo'lim bilan uni bo'g'dim. O'shanda men uni qo'lim bilan bo'g'ib, ozgina ushlab turgandim, o'ldirish niyatim yo'q edi. Ushlab turgandim. Ko'pga bormadi, 1 minutga borgan. Keyin qo'yib yuborganda u yerga yotib qoldi. Keyin yuziga urdim. To'rtta yuziga qo'lim bilan chaqaloqlab urgandim, o'tirmadi. Lekin ana qilib nafas olayotganda, qiylayotganda ovoz chiqmasin deb yuziga dostor qo'ydimdan keyin ko'rpa tashlab qo'ydim ustiga. Undan men kelgan joyimdan qaytib ketayotganda onasi arqamdan yetib oldi. Arqamdan yetib oldi, arqamdan tortdi, qaraganimda u meni urib ketdi. Ura boshladi, onasiniga bir shapaloq urdi, onasi yiqilib tushdi yerga. O'sha paytda Qo'ldosh Shohsanam do'konga Qo'ldosh Mahliyo yetib keldi tagin. U ham meni ura boshladi. Uni turtib yubordim. Turtib yuborgandan so'ng qarasam, onasi to'yapti ekan, undan to'yapti ekan. Uni qo'lda pichoq bor ekan. Qo'lda pichoq qo'limga qisilib qanot qoldi, qaytdi. Mana shu yergacha to'xtab qoldi, qo'lim bilan qisib qoldim. Keyin u pichoqni ikki qo'lim bilan qaytardimdan keyin onasini o'ziga urdim. Onasini o'ziga urdim, qo'yib yuborgandan keyin yana qaytib urdim. U paytda o'zimni bilmay qolgandim, nima qilganimni qo'rquvdan nima bo'lganini ham bilmayman. Keyin Qo'ldosh Mahliyoga urib yubordim pichoqni. Uni urib yuborgandan keyin u qochib ketdi. Darvozani oldiga borib yiqilib tushdi, orqasidan yetib yana urdim. Shunaqagacha bilaman, lekin nechta to'rganimni bilmayman. Qattiq qo'rquvda edim, hayajonda edim. Keyin u baqirgandan keyin qo'shnisining derazasidan bitta ayol chiqib, nima bo'lyapti deb, ana derazadan kalasini chiqargandan keyin men qochib ketdim. Tergov natijalariga ko'ra, Rizayev O'lmasboy O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi, 97-moddasi 2-qismi A, G, J, R bandlari hamda 219-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishida ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, jinoyat yuzasidan ayblov xulosa tuzilib, ish mazmunan ko'rib chiqishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudiga yuborildi.
Xalqimizda oqboshdan o'tin bo'lmas, o'ynashdan xotin degan gap bor. Bu xoh erga bo'lsin, xoh xotinga bo'lsin, ko'ngilxushlik yo'liga kirib o'z oilangga, turmush o'rtog'ingga, bola chaqangga bevafolik qilma. Bunday dilxushlik boqiy emas, bir fursatda yelday o'tib ketadigan narsa. O'ynash esa hech qachon jufti halolingdek senga umrbod sodiq, vafodor, chinakam do'st, ham suyaring, ham kuyaring bo'la olmaydi deganidir. Bas, shunday ekan, bu omonat dunyoda nopok, nojo'ya, gunoh, ayb, besharm, behayo, sharmandali yo'lga aslo qadam qo'ya ko'rma. Bu iflos yo'lda sen hamma narsadan, or-nomusdan, vafo sadoqatdan, odamiylikdan, obro' e'tibordan, bor budingdan o'lguncha hamrohing, hamdarding, hamnafasing bo'ladigan turmush yo'ldoshingdan, oilangdan, umuman olganda chin insoniylik baxtidan judo bo'lasan, ey xom sut emgan banda. Mahallaga murojaat qildi shuni. Murojaat qilgandan keyin biz aytdikki, buni o'zaro kelishgan holda imom xatibni chaqirdik. Qishloq faollarini chaqirib, endi bu fojiani bosib qilmoqchi bo'ldik. O'zaro aytdikki, bizlar tinch yo'li bilan o'zaro ikkovini qovushtirib to'y qilmoqchi bo'ldik. Restoranda to'yini o'tkazib, ularni qovushtirib qo'ymoqchi bo'ldik, tinch holatda. Ular kelishdi. Qudilar dasturxon yozdi. Bizlar murojaat keltirgan holda boshqa yigitni ushlab olgani sababli va yigit shu ishni qilib ketdi. Endi boshqa yigitni ushlab olib turgandan keyin unga katta pul talab qilgan. Pul talab qilgandan keyin pul topib berilmagan bu yigit. Bu ayolni bizlar mahallaga kirmasdan avval ham oilasida shunday videolar ko'p bo'lib turardi. Qolaversa bu eri ham ko'p kurashdi. Qayinjurtlari ham haqiqatan o'zbegimizda illat degan narsalar bor, oriyat degan narsalar bor. Ayollarimizda aynan ibo, hayo eng muqaddas narsa deb o'ylayman. Guzarimizda ayollari bir tashabbus bilan chiqdi. Meni xonadonimga bordi. Opa, shu mana mahalla markazida 31-maktab bor. Xotin-qizlarni yig'amiz, buni mahalladan ko'chiramiz, ketkizamiz deb. Keyin men u xotinlarga aytdim, "Ukajon, hech kimda bizlar mahalladan ko'chirishga haqqimiz yo'q. Faqat uni yig'ib, tarbiyaviy ishlar o'tkazib, tashviqot ishlari olsak, masalan, bitta meni ham qo'limdan kelmaydi, jamiyat bilan tarbiyalasak bo'ladi" dedik. Lekin bu ayolni ushlashda hech iloji bo'lmadi. Zayfulmas oldin ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 52-moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shunga o'ziga tegishli xulosa chiqarib olmagan. Oxiri mahallada profilaktika ishlar olib borilgan. Ikki tomon ham notinch o'ylar hisobga olingan. U o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmaganligi sababli mana shu fojia kelib chiqdi. Urgutda sodir bo'lgan dahshatli fojia qurbonlarining asosiy sababi har ikki xonadonda ham ota tarbiyasining yo'qligidir. Qotillik jinoyatiga qo'l urib, uzoq muddatga qamalib ketgan O'lmas Rizayevning otasi Rajabboy Qo'ysinov oilasini tashlab ketib xorijda yashaydi. Bolalar tarbiyasi va ularning ertangi taqdiri bilan mutlaqo qiziqmaydi. Jabrlanuvchi O'tkir Ahmedov ham qizlarini hech kimdan kam qilmay, uyli joyli qilaman, uzataman deb bir necha yildan beri xorijda ishlab, topgan 4-5 so'm pulini uyiga muntazam ravishda jo'natib turgan. Natijada oilasi va qizlari shaddodroq chiqib, ota tarbiyasini ko'rmay yuborilayotgan pullarni ayshi ishrat yo'lida sarf qilib, o'z bilganicha yashab kelavergan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudining 2014-yil 20-noyabrdagi hukmiga ko'ra sudlanuvchi Rizayev O'lmasboy Rajabboy o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismining A, J, R bandlari bilan aybli deb topildi va unga nisbatan 23 yil uzoq muddatli ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoning dastlabki 3 yili turmada o'tashlik belgilandi. Ha, osmon yiroq, yer qattiq. Shu tariqa Urgut tumanidagi Oqmachit mahallasida bir oila tugab ketdi. Yana bir yigit uzoq muddatga qamalib ketdi.
afsus, ming afsus. Ammo qishloq odamlari orasidagi mehr-oqibatning ko'tarilib ketayotgani bilan hech kimning ishi yo'qligi bizni uzoq o'ylantirdi. Nega qishloq o'rtasida buzuqchilik ko'chasiga kirgan oila bilan mutasaddi tashkilotlar shug'ullanishmadi? Tartib intizomga chaqirilmadi. Mudhish fojianing oldini olish uchun jiddiyroq chora-tadbirlar ko'rilmadi. Mahalla ota-onang degan gap bor. El kayvonilari, oqsoqollar mahallada bosh bo'lib, yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish borasida qonunlarimizni targ'ibot qilganda, halokat va falokat ko'chasiga kirish, jinoyatga qo'l urish eng so'nggi yo'l ekanligi bot-bot tushuntirilganda, yuqoridagi kabi fojialarning oldi olingan bo'larmidi? Yana ham kim bilsin. Ogoh bo'ling, odamlar. Ogoh bo'ling, ogoh.